Hozirgi videolarni ko'rib bitta qizimiz shuni obzor qilib bering deb qo'ymayaptilar. Bo'ldi, boya storyda ko'rib qolgan ekanlar buni rasmini. Hozir obzor qilib beramiz. Bilasizlar qizlar, men ko'ylak tanlayotganimda har doim o'zim yaxshi ko'rib tanlayman. Chunki bu ularni trendy stilning ko'ylaklaridan. Mana teylarda vishkalari ham juda ham zo'r. Bu berzovye rangda, bundan fioletoviy va malina rangi ham bor. Fioletoviylari katta razmerda, bunisi XL. Malina ham adashmasam 3XL endi. Ya 2XL ekan. Hop, bir-biridan zo'r. Buni sharfini ko'ring. Buni ham sharfi juda ham katta va chiroyli. Bundan ham bitta tonika chiqarsangiz bo'ladi bemalol. Mana shunaqa juda ham asal ko'ylak. Hozir men to'g'ri olmayman qo'limda. Mana sharflari. Juda ham katta va chiroyli. Oldida polni mana shu vishibga, orqa tarafida bo'lmaydi. Bu Ramazonda olingani uchun hammasi $55. Bundan keyingi sotiladiganlari yana sotuvga chiqyapti. Ozgincha narxi oshdi. Shuning uchun Ramazonda